tomda yopishdi. Mana shunday konteyner temirlardan qilgan yaxshimi yoki yog'ochdan? Qaysi biridan qilayin ekan deb o'ylanyapman, to'g'risi. Lekin hozirgi paytda konteyner mahsulotlari narxi juda ham tushdi. Assalomu alaykum Sardor Uskan, hurmatli tomoshabinlar. Mana shunday fursatdan foydalanib qolasiz. Haqiqiy shu bu yili tomni ko'tarib yopadigan va uy quradigan yoki inshoot quradigan payt yetib keldi. Aynan hozir biz mana mart oyidamiz, xudo xolasa oxirlarida Tohirjon aka-uka, Tohirjon va g'ayratjonlarda ishxonalardamiz. To'g'rimi? To'g'ri aka. Xo'p, bu yil narxlar tushibdi. Narxlar ancha pasaydi. Foydalanib qol. Hozir mana bugun konteyner narxi tez o'zgaradi, to'g'rimi? To'g'ri. G'ayratjon? Shu bugun zakaz berib, borib o'lchab olgandan keyin zaklad berib qo'ysa, narxlar o'zgarsa ham o'sha turadimi? O'sha turadi aka. O'sha kelishilgan narxda turadi, xudo xolasa. Bemalol. O'zgarmaydi, bemalol aka. Zo'r. Hozir sizni ob'yomingizga qarab, katta kichikligiga qarab turib, biz 1 metrdan tortib 30 metrgacha ustunsiz variantda yopib berishimiz mumkin. Xohlasangiz, mana hozir sandwich panelda yoptirasizmi, xohlasangiz tunuka, shiperda yoptirasizmi? U xizmatlarimiz ham bor kvadrat metrga, to'g'rimi? Bor. Kerak bo'lsa, yeringiz tep-tekis bo'lsa, noldan o'zlari ustun qo'yib, o'zlari yopib berishadi, ferma xorlarni qo'yib turib. Kelinglar, bularning narxlari haqida bitta qator gaplashib o'taylik. Bo'ldi aka. Xo'p, G'ayratjon o'zlari bu yerda tayyorlab, sizni joyingizni o'lchab, olib borib ustanovka ham qilib beraveradilar. Xohlasangiz, mana hozir Tohirjon chiqardi o'tgan safar. Ular Navoiydalar, to'g'rimi? Ishda, ishdalar. Mana akalari chiqyaptilar. Endi bularning narxlarini gaplashamiz. 4x4 profil. 4x4, 5x4, 6x4. Xohlasa 6x6. 6x6. O'zida konteynerdan chiqadi. Lagalik varianti. O'zicha qimmat chiqadi. Xo'p, lagalik varianti borki, eshik bor, 5 kun profili bor. Hammasidan qaysi joyiga mos kelsa chiqarib beraveramiz aka. Xo'p, demak, siz bitta narsani qaror qilib oling, ustiga ikkinchi etaj bo'ladimi yoki yo'qmi? Ustiga lomboz bosasizmi yoki yo'qmi? Shunga qarab turib, bitta qaror qilib oling va unga qarab turib kelinglar. Endi biz sizlarga narxlarni aytib o'tib ketamiz. Xo'p, taqriban 10 metrgacha ustunsiz variantda 4x4imiz boshlanadi, to'g'rimi? 4x4larimiz narxi aka 110 ming so'mdan chiqarib beramiz. Hozirgi kunda 110 ming so'm. 110 ming. Ancha narxlar pastladi lekin. Hozir ancha rosa pasayib qolgan payti. 110 ming. 4x4. Mana shu 5x4imiz, mana hozir yasayapmiz. Mana shularni ham aka 125 mingdan, 135 mingdan ham qilganmiz bular. Hozir 125 mingdan chiqyapti bular. 1 metri. Xohlasin 1 skat, xohlasin 2 skat. Ya'ni mana bunda ikki tomonga suv tushishligi 2 skat, xohlasa bir tomonga suv tushishligi bu 1 skat deyiladi. Xo'p, bu yerda qilinib turgan ishlar, xohlasangiz buni xuddi yangi temirda ishlatib turganda kraska ham qilib berishlari mumkin. Kraska xizmati ham bor ekan. Xudo xolasa chiroyli 4x4dan boshlab ag'i eshikbozgacha qilinaveradi. Hammasini kraskalab ham beraveramiz. 6x4 variantimiz 135 mingdan chiqyapti. 6x4. 145 ming chiqqan akalar. 145 ming paytida 150 ming chiqqan. Ancha pasaydi. Xudo xolasa ekan. Nahnovolar. Mana shunaqa. Undan keyin lagali variantlarimiz bor aka. Lagali variantlarimiz bor. 180 mingdan chiqaryapmiz ularni. Ichi tashqisi laga. Общий ichi tashi lagalik 180 mingdan. 180 mingdan. Kilometrda eshikbozli variantlarimiz bor. Eshikbozga laga. Eshikbozni ham bitta ko'rsataylik. Xo'p, buni tashqarisini 6x4, ichi misol uchun 5x4 qilsak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Unaqa varianti ham bor. Jinday bilan kelishaveramiz aka. Xo'p, mana bu yerda tashqilari, ya'niki bunday bo'lganda, tepa bilan past mana eshikboz, ichilaga. Bu 1 skat varianti aka. 1 skat varianti. Xohlasa 2 skat. Shuni bu yoqqa ulaveramiz, a? Ulaveradi. Buni aka narxi keladigan bo'lsa, bu narxi aka 210 ming so'mdan. Bu ham payti kelganda, oshgan paytida 230 mingdan ham qildik. Hozirgi kunda 210 ming so'mdan chiqyapti. 210 ming so'mdan chiqyapti. 1 metri. Xo'p, akalar telefon qilganda mana oldinlari ham ko'p aytardim. Narxlar ko'tarilib tushishi mumkin, konteyner narxi tushib ko'tarilishiga qarab deb aytardim. Shuning uchun mana haqiqatdan ham mana narxlar hozir tushgan payti, oldin 140 mingdan aytganmiz, 145 mingdan misol uchun aytganlarimizni hozir ko'ryapsiz, 135 mingdan bo'lyapti. Hozirgi paytda asosan 5x4 6x4dan zakaz ko'p bo'lyapti. Zakaz ko'p bo'lyapti. Asosiy 5x4imiz mana
Bu ham birinchi qo'l Zo'r aka. ishlayapti. Ikkinchi qo'l emas, o'zimizdan chiqadi bu ham. Hamma o'zingizdan chiqadi. Hamma o'zimizdan chiqadi Xo'p, xohlasa. mana narxini ham aytib o'tib ketding. 6 ga 6 ligimizda. aka, mana 6 ga 6 ham bu shu puli bor akalar qiladi buni ham aka. 6 ga 6. 6 ga 6 endi bu zavodskoy konteynerda o'zidan chiqadi. Zavodskoy aka 5 chok bo'ladi, 11.70 chiqadi. Bunimizni narxini aka 230 ming so'mdan qilib beramiz. 230 ming so'mdan ichi laga bo'ladi. Ichi laga. To'g'ri laga bo'ladi. 6 ga 6, ha. Buni 230 mingdan 1 metri chiqadi. Keyin bu ham o'zi paytida aka rosa qimmat edi. Hozir ancha tushib qolgan variant. 260 aytilgan. 260 aytilgan. Xo'p, akalar, endi nima uchun bundan qildirishingiz kerak? Chiroyli yaxshi ko'rsangiz, menga hech qanaqa choki bo'lmasin, uzug'i bo'lmasin desangiz, mana lekin xuddi shuni mustahkamligini, to'g'risini aytaman, eshik bo'z ham bera oladi. To'ppa-to'g'ri aka. Eshik bo'z ham eng hadovoy, undan ham arzonroq chiqadi, tim bo'ladi. Undan ham arzonroq chiqadi lekin. Просто jitcha video endi misol uchun patolog tagida bitta anaqa tortib olsalar, unda qilpirab turadigan bor-ku, nima edi? Ashlaqanga, короче, patolog bor. Natijada patolog tortib olsangiz, aka hammasini yopib ketadi. To'g'risi, ichida qolib ketadi, lekin mustahkamlik bo'yicha bu ham metal, bu ham kuchli, lekin men eshikboz tanlagan bo'lardim. Eshikboz ham zo'r variant aka. Xo'p, shuning uchun sizlarga maslahatimiz, demak, kraskaga qancha qo'shiladi deysiz? Kraska 20 ming so'm metriga. 20 ming so'm metriga. Kraska hamma yo'q o'zingizdan, usta xizmat. Hamma o'zimizdan. Aha. Ustonovka variantlari ham bor. Endi ustonovkalarni adeni gaplashaveramiz akalar bilan. Mana shu yerda ham o'sha yerda qilishgan joylari bor. Mana yaqinda mana shu yerda ham ana shu obyektni ham bitirib berdik. Lagalik variant aka. Lagalik variant. Laga. Ichi yutashi lagadan. Uni ham bitirib ber. Shunaqangi variantlar. Misol uchun, sizni bir tomoningizda devor bo'ladi yoki umuman pusta yer bo'ladi. Yopib ber deyishlik mumkin. Misol uchun, tunikasini gaplashamiz. Eng optim joylarni topamiz tunikani ham. Kraska qilib beramiz va xohlasangiz ustangiz bo'lsa, bu yerdan mana bunda tayyorlab turib, mashina gaplashib chiqaraveramiz. Chiqaraveramiz aka, ustonovkachilar bo'lsa, yo bo'lmasa, o'zimizda hozir asosiy ishlarimiz Voha tarafda bo'lyapti. 2 ta 3 ta joyda obyektlar bitiryapmiz. Ustonovkachilarimiz bor, aloqaga chiqsa, bitirib beraveramiz chiroyli qilib. Xudo xolasa ularni ham bir qo'yib boramiz aka. Borib, borib u yerda o'zlari o'lchab, sizga tavsiyalar berishadi. Narxlarni bemalol hisoblashingiz mumkin. Akalar, endi sal qo'shib esimizdan chiqay debdi. Bu yerda ferma xorilarda narxlari 2 xil bo'ladi. Farqi nimada desangiz, farqi narxida. Bir xil ko'rinishi, faqat sizga ko'rinmasligi mumkin, ustalar aytmasa. O'sha ulog'i bor yoki yo'qligiga qarab turib narx oshib boradi. Bu yog'i 25 dan tortib 38 gacha bor. Narxi bir xil akalar. Xohlang uloqli, xohlang uloqsiz. Mana shu gapiga bittaligi quloqsiz deganga o'xshab ketdimi? Bitta ayting endi nimaga farqini? Aka, narxi tagi butun bo'ladi. Uloqli variantimizda tagi butun bo'ladi. Hammasinikini ham tepa tomonda chok bo'ladi. Uni narxi sal arzonroq chiqadi. O'shasini aka 165 mingdan qilib beramiz narxi kelsak. Tepasi butunini 11.70 mana bitta tayyorlab qo'yganmiz 11.70larda. Bularda aka 185 mingdan qilib beramiz. Xohlasin 25 lik, xohlasin 30, 35, 38 gacha bor. Tayyorlab beraveramiz aka. Mana bunaqasiga mana kichikroq. Xohlasin aka kattaroq. Xohlasin 38 dan ham sal balandroq. Endi qancha katta bo'lgan sari baquvvatlashadi. O'zi aslida bu. Xohlasin 50 lik, xohlasin 60 lik hisoblab beraveramiz aka. O'sha tomonlari ham bor. Uni ham kelishaveramiz. 38 da to'xtab qolmaymiz. Tushunarli. 40, 50, 60 gacha qilib beraveramiz. Yana bitta narsa so'ramoqchiman. Mana buni X variant chiqarib turadi. X varianti ham bor aka. X variant qanchadan chiqadi? X variantlari aka 220 mingdan chiqadi. Endi uni misol uchun telefon qilsa, endi aka bez ustullar 8 metr, 9 metrgacha bez ustun qo'yib beryapmiz o'zimiz. Mana undan ham baqa o'tib ketadi. Bundan ham baqa o'tib ketadi aka. Endi yana bitta nimasi bor aka. Xohlasin 4 talik qilib beramiz. Narxini hammasi hisoblab chiqarib beramiz. Aloqaga chiqsa. O'rtaga mana bunaqasiga haligi kolonna tushiriladi-da. Kolonnaga, bez ustun deganlarga 10 metr, 12 metrgacha 4 talik variantini qilib beramiz bez ustun. X variant deganlarga mana taqriban sizlarga qo'yib ko'rsatyapmiz, qanaqa bo'ladi. Mana oddiy mana abishni bittalik X variant xuddi mana shunday bo'ladi. X variant, ha, mana bemalol mana shunday o'rnatilib svarkalanadi va shu tariqa mana jarayon ketaveradi. Bu двойной bo'lganligini hisobiga sizda mustahkamlik kuchayadi. Shuni hisobiga xohlasangiz kolonnamday qilib asosiy bez ustun joylariga uddan baquvvat qilib beramiz aka. Zo'r.
Xo'p, xohlasangiz buni kraska qilib beriladi, metriga 20 ming so'mdan bo'ladi. 20 ming so'mdan Ishonchli ustada qildiring, ertaga qor yog'adimi, qattiq shamol keladimi, tornado bo'ladimi, Xudo xolasa siz uchun ishonchli bo'lsin va buni tagida odammi, hayvonmi, nimadir texnikami, qimmat texnika turadi. Yoki uskuna qanchadir $1000 to'g'risida. Shuning uchun yaxshisini, yaxshi ustada, ishonchli ertaga javob bera oladiganga qildirsangiz, Xudo xolasa o'zingiz ham xotirjamlikda bo'ladi. Xotirjamlikka nima yetsin? Va ishonchli ustalarga pastda raqamga aloqaga chiqaverasiz. Xizmat bo'lsa, yana qanaqadir savol bo'lsa, mana G'ayratjon, Xudo xolasa xizmat qilamiz. Tohirjon nomerlari shu ekranda bor.